Sovuq kunlarda bolalarga massaj olishning ijobiy ta'sirlari. Kuz-qish mavsumlarida bolalarda shamollash, gripp, pnevmoniya shunga o'xshash bir qancha nafas yo'llari kasalliklari bezovta qiladi. Bu kasalliklar nafaqat nafas yo'llariga o'z salbiy ta'sir ko'rsatadi, suyak yumshoq sistemasiga ham o'z salbiy ta'sirlarini ko'rsatmasdan qolmaydi. Ayniqsa ortopedik muammosi tanada deformatsiyasi bor bolalarda bu juda tez seziladi. Ya'ni shamollash paytida organizmda yallig'lanish jarayoni kuchayadi. Ba'zi bolalarda shamollashdan so'ng tizza, tovon yoki bel sohalarida qattiq og'riq kuzatiladi. Shamollagan bola ko'p holatlarda uyda yotadi, harakati kamayadi. Harakatsizlik esa mushak tonusini pasaytiradi. Bu ayniqsa oyoqlarni tayanch muskullarini salbiy ta'sir ko'rsatishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa plaskostopiya, ya'ni yassi oyoqlik bo'lgan bolalarda qomat buzilishiga moyillik holati kuchayib boradi. Massaj esa bu holatda immunitetni ko'taradi, nafas yo'llarini tiklaydi, tinchlantiradi, bo'g'imlardagi og'riqlarni kamaytiradi. Faqat avval shamollashni davolab, bolada isitma yo'qligini aniqlab, birinchi simptomlardan so'nggina tiklanish davrida ortoped nazoratidan keyingina massaj muolajalarini, fizioterapiya muolajalarini olishingizni tavsiya etamiz.